Hammamiz bilamizki, Minecraftdagi oddiy TNTlar juda ham sodda va ziyarli. Ular atiga bir necha blok radiusni yo'q qila oladilar xolos. Bugungi videoda biza bir tiyinga qimmat TNTdan tortib dunyoni yarmini yo'q qiluvchi TNTgacha portlatamiz. Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Rolim va bugungi videoda biza juda ham ko'p TNT portlatamiz. Yo, hazillashganim yo'q. Haqiqatdan ham bugun juda ham ko'p TNT portlatamiz. Unda tayyor bo'lsangiz boshladik. Mana men TNTlarni olib oldim. Unda keling dastlab oddiy TNTdan boshlaymiz. Menimcha u uncha portlamasa kerak. Ha, kutganimizdek. Va bizning keyingi TNTimiz bu asallarli TNT. Va bu kutganimdek asallar paydo qiladimi? Ha, asallar va asallar. Keyingi TNT esa gravitatsiya TNTsi. Bilishimcha bu TNTni moblarni oldiga qo'yish kerak va ha, gravitatsiyani o'chiradi. Ha, aytgancha bizda yana mana bunday ulkan TNTlar bor va biz bularni mana bu ulkan binoni oldiga qo'yamiz. Hop, va portlatamiz. Battar kattalashib ketdi. Va u qancha joyni yo'q qiladi va qotdi. Yo'q, uncha emas. Ha, kutganimdan kamroq. No, nicho bizda yana bitta shunaqasidan bor. Qani, bunisi dunyoni yarmini yo'q qo'yarmikan? Va faqat dunyoni yarmini yo'q qildi. Yana xitoylikni sotishibdi, yaramaslar. Hop, bizda keyingi TNTimiz esa klon TNT, ya'ni nusxaladi va ana, bular bir xil emas-ku. Va bizda keyingi TNTimiz Enderman TNT va bu Endermanlar paydo qiladimi? Teleport qilar ekan. Yaxshi. Va bizda keyingi TNTimiz bu salutli TNT va bu bizga chiroyli atmosfera beradi va wow, bu haqiqatdan ham chiroyli edi. Va bizning keyingi TNTimiz mana bunday sariq oltinli TNT ekan va bu haqiqatdan bizga oltin beradimi? Ha, oltinni berar ekan. Buni oltin olib qo'yamiz keyinga. Keyingi TNTimiz esa olovli TNT va haqiqatdan ham olovli ekan. Bu nima qildi? Olov chiqarar ekan. O'zi nomidan bilinib turibdi-ku. Va keyingi TNTimiz bu chaqmoqli TNT. Haqiqatdan ham chaqmoq chaldirar ekan. Ajoyib. Va keyingi TNTimiz bu End TNT. Menimcha bu ajdarni paydo qilsa kerak va ko'ngilga yenyaptimi? Bu Endga teleport qilar ekan. Ender Dragon Cry. Unda qolgan TNTlarni shu yerda portlatamiz. Hozir men bu ajdarga kuzatib qo'yaman. Meni bu yerga olib kelishni. Hop, hammasini qo'yib tashlaymiz. Ko'proq va qo'nisini kutamiz. Mana senga. Hop, qani, uchirasan osmonlarga. Shilanadi, aldashdi. Hammayli, keyingi TNTimiz ana bunday uycha TNT va uycha paydo qildi. Ha, kerak emas. Har safar har xil uycha paydo qilar ekan. Ana endi bunisi kerak bo'ladi. Hop, endi keyingi TNTga, lekin men buni qayerdadir ko'rganman. Hop, bu nima qilar ekan? Ha, bu oddiy odamga teleport qilar ekan. Ana, endi yana spam pointga qaytdik. Va bizda so'nggi TNTimiz Ultra TNT. Menimcha bu juda ham kuchli bo'lsa kerak va uncha sekin portlaydi. Qotganmi qara. Sekund. Xullas do'stlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'ying.